Hammaga assalomu alaykum. Bizning YouTube tarmog'ida kuzatuvchi aziz Zoji muxlislari, bugun sizlar uchun to'rchoklarimizning hammasida bo'ladigan moy alishtirish jarayonini sizlarga to'liq qilib videoda ko'rsatib beramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Demak, jarayonni boshlaymiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi bitta atyorka hamda bo'sh idish kerak bo'ladi. Endi mashinkamizni yotqizib olamiz. Mana ko'rib turganinglardek, moyimiz addonning ichida. Birinchi navbatda mana shu magnitni olib qo'yamiz va mana bu vintini bo'shatamiz. Buni bo'shatishdan oldin tagiga idishimizni qo'yib olamiz. Bo'lmasam bo'shashi bilan moy oqib ketishi mumkin. Mana shu joyda o'zining maxsus joyi bor. Shu yerga qo'yamiz va sekin bo'shatamiz. Moy o'zi sekin oqib o'sha idishga tushadi. Mana moy sekin oqishni boshladi. Mana bu yerdan ko'rishingiz mumkin. Hech qanaqa ortiqcha harakat kerak emas. Moy o'zi oqib tushadi paddondan. Mana moy deyarli hammasi oqib bo'ldi. Endi bu yangi mashinka bo'lganligi uchun unaqa ortiqcha kir ichkarilarini tozalash shart bo'lmasligi mumkin. Ko'p ishlagan mashinkalarda paddon ancha boshqacha holatda bo'ladi. Shuning uchun moy to'kib bo'lganingizdan keyin yaxshilab artib, tozalab, yangi moy qo'yishdan oldin ichkarini tozalab olish kerak bo'ladi. Moy oqib bo'lgandan keyin mana shu vintini yana joyiga qattiq qilib qotirib qo'yish kerak. Bo'lmasam tagidan moy oqib ketishi mumkin. Tomchilab bo'lsa ham va mana bu magnit eng asosiy narsalardan biri. Mana shu paddonga yig'iladigan juda ham ko'p mayda detallarni o'ziga ushlab oladi. O'shanda bu aralashib moyga aylanib ketmaydi mashinkaning ichida. Endi paddonning ichini yaxshilab artib olamiz. Buni tozaligi ham katta muhim rol o'ynaydi. Moyimizni to'kib oldik, keyin ichini yaxshilab tozalab olganimizdan keyin endi moy qo'shishni boshlaymiz. Va ko'rib turganingizda bu yerda ikkita chiziq bor. Pastki chiziqdan tushib ketmasligi, tepa chiziqdan o'tib ketmasligi kerak moy. Mana shu narsani nazoratga olishingiz kerak bo'ladi. Kamayib, ko'payib ketishi ham mumkin-da. Hop, endi buni yopib, bitta ishlatib ko'ramiz. Endi mashinkamizni to'g'rilab olganimizdan keyin mana bu xolos qismidan ipini olib tashlab va mokkisini ham iloji bo'lsa olib turamizda. Eng katta tezlikga qo'yib turib, оборотga mashinkamizni bir 2 minutcha aylantirib olamiz. Ishlatib olamiz. Shunda mana moy aylanayotganini ko'rishingiz mumkin. Butun mashinkaning hamma sistemasiga moy tegib aylanib oladi. Endi hamma iplarimizni o'tkazib olib, mashinkamizni bitta ishlatib tikib ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizdek, mashinamiz yumshoq, yengil, bemalol tikishda davom etyapti. Endi moy almashtirishni bilib oldik, lekin moyni qayerdan olamiz deydiganlar bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilsanglar, shunaqa sifatli moylarimiz bor. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni sizdan chiqmadi. Ushbu videoni bizdan juda ham ko'pchilik so'rashgan edi. Bugungi video manzur bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib qolishingizni iltimos qilamiz va sizlarni qaysidir tikuvchi tanishinglar shu moy almashtirish bo'yicha ozgina muammoga uchrayotgan bo'lsa, shu videoni ularga jo'natib qo'ysanglar bo'ladi. Obuna bo'lib qo'yishni esingizdan chiqarmanglar. Bizning videolarimizni kuzatishda davom eting. Sizlarga ma'qul keladigan va eng kerakli ma'lumotlarni albatta Zoji YouTube kanalidan olasiz.